İlim İman'gha Bashlaydu. Aptori Muhemmed Yüsüp. İlim pen dinga düşman emas. Onunğa zıtma emas. Belkim ilim pen kişini iman'gha başlaydigan yol başçıdır. İlim dengiziga sho'ng'ib, uningdan bahramand bo'lgan ko'plagan olimlarning bu sirliq koinotning orqasida uni himoya qilib va boshqarib turadigan bir ilohiy qudratning borligiga va uningdagi har narsaning ma'lum qonuniyatga ega, puxta yoritilgan san'at ekanligini e'tirof qilib, Alloh taolaning diniga qaytganligi ajablanarlik emas. Çünki ilim her qachon Allah'ga başlamay qalmaydı. Dinsizlik e'tiqodi bilan tabiat, astronomiya, biologiya, fizika va boshqa ilm fan sohalariga qadam qo'yib, bu ilm fanlar soyasida haqiqatni tonib, hidoyat topgandan keyin Allah Taalaning barligiga ilmiy yo'sinda yetarlik dalillarni keltirgan va bu dalillar orqali ilm fandan yuzaki ma'lumotli bo'lib, ilmni dinga qarshi qurol qilmoqchi bo'lganlarga qarshi kuchli radiyalarni berib kelgan tabiban olimlarmo nihoyat ko'p. Koinotdagi shaylarning hech biri bekorga yaratilgan emas. Balki har narsa biror hikmat va biror maqsad bilan yaratilgandir. Hikmat degan nima? Hikmat biror shay'iningmo maqsadsiz yaratilmaganligi, har shay'ining ma'lum bir maqsadni ko'zlagan holda yaratilganligi demakdir. Koinotga nazar soladigan bo'lsak, uningdagi eng oddiy shaylardan boshlab yuqorisi inson, o'simliklar olimi, hayvonotlar olimi va boshqa olamlardagi har narsaning mukammal intizom va ajoyib hikmat bilan yaratilganligini ko'ramiz. Insonni olayli. Inson boshdan oxir faqat hikmatlar majmuasidir. Birinchi tükürük. İnsan eg'izining ichida yuradigan tükürükni biz eg'izda paydo bo'ladigan va yerga tukiriladigan bir xil suv deb bilatdik. Ammo ilm fan ashu suvning, ya'ni tükürükning eg'izimizdagi 3 o'rindan chiqib, 3 turli xizmat ishlaydigan va 3 xil xususiyatga ega bo'lgan suv ekanligini so'zlamoqda. Belki bunu anlaştan burun siz bilan menmi bilmaydik. Eg'izimizdagi tükürükning o'taydigan 3 turlik vazifasining birinchisi ta'm berish. Ya'ni yeganlarimizdan ta'm va tat elishimiz tükürükning yardım orqasida amalga oshadi. Ikkinchisi, tükürük yemekliklarni yutishimiz uchun alohida xizmat qiladi. Tükürük sayesinde biz her qanday qattiq narsalarni o'ng'ayli yuta olamiz. Üçüncüsü, tükürük yemekliklerimizden chaynag'animizda onu yumuştib berish rolini o'ynaydi. Normalda her bir odamning eg'izida kuniga 1 litr bilan 1,5 litr orasida tükürük yig'iladi. Bundan boshqa eg'iz kundalik uningga tashqaridan kirdigan minglaç mikroplarni faqat tükürük sayesinde o'ltirib turadigan organdir. Chunki tükürük tarkibida sulfisiyanurin deb ataladigan mikroplarni o'ltirish xususiyatiga ega modda bordir. Agar tükürük bo'lmasa, biz yegan narsalardan hech qanday ta'm ololmaydiganligimiz aniq. Yana tükürük tarkibida fosfor moddasi bo'lib, u tishlarning poqroqligini saqlash va uni kuchlantirish xususiyatiga ega moddadir. Tükürük tarkibida yana folor moddasi bo'lganligi uchun u tishlarning chirishining oldini oladi.
ikkinchi so'qir uchay. Materializmchilar so'qir uchayni dastlabki maymunning qalduqi va hech ahamiyati bo'lmagan bir ortiq organ deb ta'riflagan edi. So'qir uchay qilin uchay bilan inchik uchayning orasidagi bir organdir. Zamanimizdagi fan texnikaning soyasida bu organning bekorga yoritilmaganligi va uning o'ziga loyiq roli bor ekanligi bayqaldi. Burun biologiya olimlari so'qir uchaylarni elevatgan kishilarning hech bir salbiy ta'sir ko'rmagan holda bejirim umr surayotganligini ko'rib, so'qir uchay bo'lmasimi bo'ladi deb paraz qilishgan. Keyingi yillarda so'qir uchaylarni elevatganlarning ko'pinchisining qilin uchay rakiga uchraganligi ko'rinishga boshlagan. Chunki so'qir uchay mikroblarga qarshi moddalarni o'zidan chiqarish orqali vujuddagi eng ko'p mikrob qabul qiladigan organ qilin uchayni mikroblar bilan zaharlanishdan qo'g'dash vazifasini o'taydi ekan. 3. Og'riq. Hech bir og'riq his qilmasak, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? 1942 yili Sir Thomas Lee apandi og'riq haqida so'zlab, og'riqning to'liq ta'rifini so'zlab berolmayman. Chunki uning hech qanday ahamiyati yo'qdir degan bo'lsa, 1969-yillarda ichki kasalliklar mutaxassisi doktor Serjant M. og'riq to'g'riliq, og'riqni ta'riflash keraksiz bir ishdir. Chunki har kim o'zining nima bo'lganligini obdan biladi degan ekan. İnsanlar tarafidan hech qanday ahamiyati va hikmati yo'q deb bilingan og'riq tuyg'usi bo'lmagan bo'lsa, o'zimizning kasal bo'lganimizni na'dan bilar edik? Halbuki og'riq bekorga his qilinmaydi. Uning his qilinganligi vujudda cho'qim g'ayri normal biror o'zgarish bo'lganligining signali emasmi? Og'riqni his qilish bo'lmagan bo'lsa, o'zimizni sog'lom deb tushunib, kasallik ig'irlashib, davolash unum bermaydigan darajaga yetib qolganda yoki o'lgandan keyin o'zimizning kasal ekanligini bilgan bo'lar edik. Ammo og'riqni his qilish soyasida biz biror oddiy kasallikning alomatlarini hamon his qilamizda. Davolanishga aldiraymiz. Masalan, tishimiz og'riganda uning chiriganligini bilamiz va darhol davolanamiz. Agar uningga vaqtliq og'riq pasaytish dorilarini qo'llanish bilan kifoya qilib, tish doktoriga bormay yurayversak, o'zimizga ziyonkashlik qilgan bo'lamiz. Chunki tishlarning mikrob sababi bilan chiriydiganligi va og'riydiganligi aniqdir. Uni vaqtida davolatmaganda tishlardan o'tadigan qon tomirlari orqali bu joydagi mikroblar asta-asta butun organlarga taqiladi. Natijada ba'zi organlarda, xususan yurakda kasallik paydo qiladi. Agar og'riq bo'lmagan bo'lsa, biz na tishimizning mikroblanganligini, na boshqa organlarimizning kasallikka yuz tutganligini bilolmagan bo'lardik. Demak, Allah hech narsani hikmatsiz bekorga yaratgan emas. Tugidi. 2017 yil 26 sentabr